Amir avtosavdoda $3900 sizlarga yaxshi Nexia 2 mashinasi kelib qoldi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2010-yil, 258 ming kilometr masofani bosayotgan. Bitta orqa shu o'ng tomon krelosida kraskasi bor ekan, yarmidan qolgan joyi top-toza ekan akalar. Mashina holati zo'r holat turibdi, ko'rishingiz mumkin. Eurosons Lux bez konditsionerli varianti. Xo'p, balonlar yaxshi holat turibdi, salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yaxshi holat turibdi. Asset rollar qo'yilgan, yaxshi ho'l ko'rlik solingan, video registrator. Pioneerdan yaxshi magnitofon kolonkalargacha qo'yilgan, mejgar putlari bor akalar. Orqa tomonni ko'rishingiz mumkin. Temir gaz balonlar ustunovka qilingan. Texnik holatdan hech qanaqa muammosi yo'q deyapti o'zing uchun. Tekshtirib, proyekt qildirib olasizlar. Mana shu bitta orqa krelosini yarmida kraskasi bor ekan, qolgan joylar top-toza deyapti. O'zing uchun buni ham tekshtirib, proyekt qildirib olasizlar. Biz ham egalardan olingan ma'lumot to'lig'icha sizlarga yetkazib beramiz. Qolgan ma'lumotni o'zlaridan olishingiz mumkin. Bu mashinamizni aytayotganimizda okamiz bilan to'g'rishib bo'ladigan narxi sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Undan umuman kam yo'q ekan. $3900 tushirib qo'ydi akalar.